Endi-chi? Bo'ldi, ekran ham ko'rinyapti. Ovozim ham yaxshi yetib boryapti. Ovozim yaxshi yetib boryapti, ekran ham ko'rinyapti. Yaxshi, boshlaymiz bo'lmasa. Xo'p, aytib o'tganimdek, bugungi darsimiz qorin bo'shlig'i og'riqlari differensial diagnostikasi haqida bo'ladi. Bugungi darsimiz avvalgi darslarimizga o'xshamaydi, ya'ni birmuncha murakkabroq. Bunga asosiy sababni ham aytib o'tdim. Oldingi darslarimizda yo'nalish bir xil edi. Ya'ni bitta tizim kasalligi promotionga yarasha bitta tizimdan chiqmayapti. Lekin bugungi darsimiz boshqacharoq. Ko'plab organlar va ko'plab organlarga nisbatan ko'pgina kasalliklar va eng qiyin tomoni, eng muammoli tomoni hammasi bitta sohani ichida, uni ko'pgina kasalliklarning ichidan masalan ajratib olishlik. Bugun mana shu darsimizni qo'ldan kelgancha o'tamiz va ajratishga harakat qilib ko'ramiz. Agar videoda yoki ovozda muammo bo'lsa, tez guruhga yozinglar. Bo'ldimi? Ya'ni tez aralashtirib o'sha joyda o'zida bartaraf qilaylik. Yozib olingan holatda keyinchalik ko'rganlarda muammo bo'lmasin. Qanaqa muammo bor? Qanaqa muammo bor? Tezroq faqat. Men Wi-Fi daman hozir. Internetdan muammo yo'q. Yaxshi kelyapti ovozingiz, doktor gapiravering. Xo'p. Yaxshi. Uzilish bo'lyaptimi? Hali ham mana gapiryapman hozir. Har bir gapimda uzilish bo'lyaptimi? Yaxshi. Xo'p, internetlarda bir tekshirib olasizlar. Agar bitta odamda bo'lsa, ko'pgina odamda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, men o'zim ko'rishim kerak. Xo'p, yaxshi. Demak, shu vaqtgacha aytgan gaplarim menimcha tushundinglar. Bugungi darsimiz aytib o'tganimizdek nisbatan murakkabroq. Bugungi darsimizni rejasini tuzib olamiz. Mikrofoninglarni o'chirib olinglar, kimnikidir yoniq bo'lsa. Xo'p, darsimizning rejasi. Birinchisi, qorin sohasi organlari joylashuvi, qorin og'riqlari klassifikatsiyasi, qorin og'riqlari lokalizatsiyasi, simptomatik differensial diagnostika, og'riq qoldiruvchi dori mexanizmi, qorin og'riqlarini xirurgiyada aniqlash va xirurgik amaliyot haqida gaplashamiz. Qorin bo'shlig'ida aytib o'tganimizdek, juda ham ko'plab organlar, sistemalar mavjud bo'lganligi uchun biz uni qorin bo'shlig'ini ma'lum bir bo'laklarga bo'lib o'rganamiz, osonlashtirish maqsadida. Qorin bo'shlig'ini 9 ta bo'lakka bo'lamiz. Quyida rasmni ko'rib turibsizlar. Xo'p. Tartib raqami bo'yicha qaraydigan bo'lsanglar, o'rtadagi 9 ta bo'lakka bo'lib qo'yganman. O'rtadagi qismni asosiyga belgilaganman. Ya'ni 1 o'rta, 4 o'rta va 7 o'rtada joylashgan qismlar. Uni chap va o'ng tomonidagi qismlar esa bu o'sha demak chap va o'ng gipoxondriya deyiladi. Bu nima ekanligini hozir gaplashamiz. Demak, organlarni joylashuvi. Biz qorin bo'shlig'i a'zolarini 9 ta bo'lakka bo'ldik. Birinchisi yuqori o'rta soha. Yuqori o'rta soha ikkinchi nomi epigastral soha deyiladi. Epigastral soha. Demak, bir tartib raqamini ko'ryapsizlar. Ana shu tartib raqami mana bu yuqoridagi o'rta qismdagi birni anglatadi. Aynan mana shu sohada qaysi organlar joylashganligini ko'ramiz. Demak, epigastral sohada oshqozon, jigarning chap qismi, 12 barmoq ichak, oshqozon osti bezi va abdominal aorta joylashgan. Ya'ni yuqori o'rta qismda. Bir raqamini ko'rib turibsizlar mana shu sohada. Endi bitta narsani men
aytib qo'yay, men bu chizmani o'zim chizdim. Ya'ni 9 ta bo'ladi. Ozgina chizmani qismida noto'g'rilik bo'lishi mumkin. Qo'l bola qilib chizganligim uchun tayyor holatda men buni ma'lumot topa olmadim, shuning uchun ham buni o'zim tayyorladim. Ozgina chizmada noto'g'rilik bo'lishi mumkin. Demak, birinchi qismda epigastral sohada oshqozon, jigarning chap qismi, 12 barmoq ichak, oshqozon osti bezi va abdominal aorta joylashgan ekan. Demak, endi ikkini ko'ramiz. 2 bu demak o'ng gipoxondriy. Ya'ni odamda o'ng qo'l tomonda turgan qismi, gastral sohaning o'ng tomoni 2 raqamdan bu o'ng gipoxondriy qismi yuqori o'ng deyiladi bu. Ya'ni o'rtaning yuqori qismini o'ngi. O'ng gipoxondriy deyiladi. Demak, o'ng tomonda, epigastral sohaning o'ng tomonida jigarning o'ng bo'lagi, o't pufagi, o'ng buyrakning yuqori qismi, yo'g'on ichakning burilish qismlari joylashgan. Mana shu soha. Ko'rib turibsizlar? Demak, endi chap bo'lagini ko'rib chiqamiz. Epigastral sohani chap tomonida 3 tartib raqami bilan belgilaganman. Epigastral sohaning chap tomonida, ya'ni chap gipoxondriy qismida nimalar joylashgan? Oshqozonning yuqori qismi, taloq, buyrakning yuqori qismi, oshqozon osti bezini tana va dum qismlari joylashgan bo'ladi. Demak, 3 ni ham ko'rib turibsizlar. Epigastral sohada, ya'ni birda oshqozonning asosiy qismi joylashgan. 3 ya'ni chap gipoxondriy qismida esa oshqozonning yuqori qismi demak joylashgan bo'ladi. Xo'p, 1 2 3 ni ko'rdik, ya'ni tepadagi qismlarni. Endi o'rtaga o'tamiz. Birni tagidagi 4 ni ko'rib turibsizlar. Bu periumbilikal soha deyiladi. Mana 4 ni ko'rib turibsizlar. Periumbilikal soha o'rta qism. Ya'ni yuqori qism epigastral edi. 1 epigastral edi. Endi pastga tushgandan keyin periumbilikal soha, ya'ni haqiqiy o'rta. Yuqoriga ham, pastga ham, yonboshga ham qaraganda haqiqiy o'rta qism periumbilikal soha deyiladi. Periumbilikal sohada nimalar joylashgan? Ingichka ichak, 12 barmoqning distal qismi va o'rta qismdagi abdominal aorta. Abdominal aorta bu yurakning aorta qon tomiridan chiqadi, qorin bo'shlig'iga yo'nalgan qon tomiri. Qorin bo'shlig'idagi organlarni qon bilan ta'minlanishda ishtirok etadi. Demak, periumbilikal sohada ingichka ichak, 12 barmoqning distal qismi va o'rta qismdagi abdominal aorta joylashgan ekan. 4 ni ko'rib turibsizlar. Endi 4 ni yonboshini qarasanglar 5, bu tomonda 6. 5 bu o'ng bo'lagi, 6 o'rtani demak chap bo'lagi. Bu demak o'ng lateral soha va chap lateral soha deb ataladi. Birinchi o'ng lateral soha, ya'ni 5 ni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, 5 ta. O'ng lateral soha, ya'ni o'rta yonbosh qismda nimalar joylashgan? Demak, yo'g'on ichakning ko'tariluvchi qismi joylashgan o'ng lateral sohada va o'ng buyrak joylashgan. Ko'rib turibsizlar, mana 5 ta yuqoriga ko'tarilib turgan yo'g'on ichagini ko'rib turibsizlar va undan tashqari aynan bu bel umurtqalariga ham to'g'ri keladi. Shuning uchun o'ng buyrak ham o'ng lateral sohada joylashgan. Endi chap lateral sohani ko'rib chiqamiz. 6 demak chap lateral soha. Chap lateral sohada yo'g'on ichakning tushuvchi qismi va chap buyrak joylashgan. Ko'radigan bo'lsanglar, mana pastga tushuvchi ichagini ko'rib turibsizlar, 6 ni va undan tashqari chap buyrak ham joylashgan. Men sizlarga yo'g'on ichakning qismlarini aytib ketayim deyapman. Birinchi 8 ni ham ko'rib turibsizlar, bu ko'rchak va uning o'sintasi deyiladi, ya'ni appenditsit. Undan tashqari ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak, tushuvchi chambar ichak, sigmasimon ichak va to'g'ri ichak qismlariga bo'linadi. Demak, periumbilikal soha, chap lateral soha va o'ng lateral sohalarda nima joylashganini ham aytib o'tdik. 6 gacha bo'lgan qismlar bo'ldi. Endi 7. Pastki o'rta qism. 7. Demak, pastki o'rta qism deyiladi. Bu gipogastral soha deyiladi. Men aytdim, raqamni adashtirib qo'yibman. 7 gipogastral soha, ya'ni quyi o'rta qism. Gipogastral sohada nima joylashgan? Qo'q joylashgan. Ayollarda bachadon, erkaklarda prostata joylashgan. Erkaklarda ham, ayollarda ham demak to'g'ri ichak joylashgan gipogastral sohada. Demak 7 da. Endi uni yonbosh qismi, pastgina yonbosh qismi o'ng iliak soha deyiladi. O'rta, quyi o'rtani chap tomonda esa chap iliak soha deyiladi. Birinchi o'ng iliak sohani ko'rib chiqamiz. O'ng iliak sohada yo'g'on ichakning boshlang'ich qismi appendix
va o'ng tuxumdon yo'llari joylashgan. 7 bilan 8 raqami alishib qolibdi. Buni o'zingizlar bildinglar shekilli. Ya'ni mana shu 7 qism o'zi maytda bo'lish kerak edi, 8 o'rtada. Demak, chap o'ng iliak soha va chap iliak soha. Aytib o'tganimizdek, o'ng iliak sohada yo'g'on ichakni boshlang'ich qismi, appendix o'ng tuxumdon yo'llari, chap iliak sohada esa sigmasi yo'g'on ichak va chap tuxumdon, ayollarda demak chap tuxumdon joylashgan bo'ladi. Qorin bo'shlig'ini mana shu 9 ta bo'lakka bo'lamiz. Asosiy joylashgan organlar mana shulardan iborat bo'ladi. Bu nima uchun kerak degan bo'lsanglar, bemor og'riqni sezyaptimi, bezovtaligini sezyaptimi, qaysi sohadaligini bilsangiz, fikrlashingiz oson bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Albatta mana shu nazariyaga tushadi degani emas. Masalan, qorin bo'shlig'ida agar ichakda muammo bo'lsa, butun qorin bo'shlig'i og'rishi mumkin. Bu yerda ajratadigan boshqa usullar bor, lekin qorin bo'shlig'ini qaysi qismida qanaqa organ joylashini bilish muhim. Fikrlab chiqarib olishlik uchun muhim. Demak, qorin bo'shlig'ini mana shu 9 ta bo'lakka ajratib olamiz. Xo'p, qorin og'riqlarining klassifikatsiyasi, ya'ni qorin og'riqlariga qarab turib qanaqa guruhlarga bo'lamiz. Birinchisi, o'tkir to'satdan paydo bo'lgan, pichoq sanchilganidek bo'lgan og'riq qaysi kasalliklarda bo'ladi deydigan bo'lsak, oshqozon va 12 barmoq ichak perforatsiyasi natijasida demak to'satdan boshlanadi, pichoq sanchilgandek kuchli og'riq bo'ladi. Undan tashqari qorinni ushlab ko'rganimizda qorin qattiq bo'ladi, taxtadek qotib qolgan bo'ladi. Xo'p, sizlarga savol, perforatsiya nima degani? Peritonit nima degani? Guruhga yozamiz. Javob berishinglar uchun men buni qo'shmadim bunga. Perforatsiya nima degani-yu, peritonit nima degani? Ana javob beramiz. Yozma ravishda, audio qilmanglar, yozma ravishda yozamiz. Perforatsiya nima-yu, peritonit nima? Xo'sh. Xo'p, yana javoblar. Perforatsiya nima-yu, peritonit nima? Tarqalish. Xo'p, rahmat hammaga. Bu birinchisidan ikkinchisiga o'tib ketadigan jarayonda qaranglar. Birinchi bo'ladi oshqozon va 12 barmoq ichak yarasi. Agar yara teshiladigan bo'lsa, oshqozondagi qoldiq qorin bo'shadi. Aynan mana shu oshqozondagi yarani yoki 12 barmoq ichakdagi yarani yorilib yoki teshilib, ovqat qoldig'i qorin bo'shlig'iga quyilib tarqalib ketishligi perforatsiya deyiladi. Endi ovqat qoldig'i mana shu qorin bo'shlig'iga to'kilgandan keyin qorin bo'shlig'ini yallig'lantiradi. Aynan oshqozondagi qoldiqlarni, demak, qorin bo'shlig'i to'kilib, uni yallig'lantirishi esa peritonit deyiladi. Tushundinglarmi? Yarani teshilib, ovqat qoldig'ini tarqalishi perforatsiya, qorin bo'shlig'ini, ana shu qoldiq, ovqat qoldig'ini, qorin bo'shlig'ini yallig'lantirishi esa bu peritonit deyiladi. Xo'p, mikrofoninglarni o'chirib olinglar. Kimiki yoniq? Mikrofoninglarni o'chirib olinglar, menga xalal beryapsiz. Demak, birinchisi o'tkir, to'satdan paydo bo'lgan, pichoq sanchilgandek bo'lgan og'riq. Oshqozon va 12 barmoq ichakning perforatsiyasi. Bunda agar eng asosiy simptomi bu qorinni taxtadek qotib qolishi. Qattiq bo'lsa. Ikkinchisi asta-sekin zo'rayib boruvchi og'riq. Ya'ni sekin astalik bilan boshlanadi bu. Bularga qaysilar kiradi? Appenditsit, xolitsistit, pankreatit, peritonit. Mana shu 4 ta kasallikda demak og'riq asta-sekinlik bilan zo'rayib boradi. Bularning o'ziga xos belgilari bor. Isitma, ko'nglanishi va qusish. Bular demak asta-sekin demak zo'rayib boruvchi og'riq.
Xo'p. Menga shuni ovora qilmasdan hamma o'zi o'chirib olaversa-yu mikrofonimni. Kimniki yoniq endi. O'chirib olibdi shekilli, kim bo'lsa ham. Xo'p, demak, asta-sekin zo'rayib boruvchi og'riqlarni ham tushundik. Appenditsit, xolesisit, pankreatit, peritonitda shunaqa bo'ladi. Lekin bularning o'ziga xos belgilari bor. Isitma, ko'ngil aynishi, qusish kabi holatlar yuzaga keladi. Uchinchisi to'lqinli, ya'ni davriy kuchayuvchi og'riqlar. Bu nima degani? Ma'lum bir muddat tinch turadi, ma'lum bir muddat juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Undan keyin yana susayadi, yana kuchli og'riq bo'ladi. Mana shu to'lqinli, ya'ni davriy kuchayuvchi og'riq deb ataladi. Bularga qaysi kasalliklar kiradi? Buyrak kasalliklari, ya'ni buyrak tosh kasalligi, o't tosh kasalligi, ichak spazmi. Mana shu uchalasida to'lqinli, ya'ni davriy kuchayuvchi og'riqlar bo'ladi. Bularning ham o'ziga xos xususiyati bor. Terlash, holsizlik, qusish kabi demak holatlar yuzaga keladi. To'rtinchisi doimiy qattiq bosimli og'riq. Bularga qorin shishi va qorinning qattiqlashishi. Bu endi alohida kasallik ma'lum emas. Bu qaysidir kasallikning simptomi natijasida rivojlanadi. Ya'ni, masalan, qaysidir kasallikning hisobiga qorinda shish bo'lsa, suyuqlik to'plansa, masalan, jigar sirrozi, assit hisobigami yoki boshqami, qorin shishi, qorinni qattiqlash hisobiga bu qorin devoriga bosim beradi. Natijada doimiy qattiq bosimli og'riq yuzaga keladi. Beshinchisi yonuvchi, achishuvchi og'riq. Yonuvchi, achishuvchi og'riqlar gastrit, ezofagal reflux va oshqozon yarasi kasalliklarida demak yonuvchi, achishuvchi og'riqlar bo'ladi. Bu kasalliklarda o'ziga xos simptomlar bo'ladi. Masalan, og'izda achchiq ta'm, tilni oq karash bilan qoplanishligi va qorin dam bo'lishi, demak gastrit, ezofagal reflux yoki oshqozon yarasi kabi kasalliklarda yuzaga kelishi mumkin. Navbatdagisi qorinni belga tarqaluvchi og'rishi. Xo'p, mana shu joy ko'p aralashtiriladi. Bu yerda buyrak kasalligi deb turib, nima qilishimiz mumkin? Masalan, buyrak kasalligi deb turib muolajaga yondashuv bo'lishi mumkin. Pochkasi og'riyapti ekan deb, lekin bu yerda demak pankreatit degan kasallik bor. Pankreatit degani oshqozon osti bezining yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Ko'pincha juda ham qiyin aniqlab olishlik, mana shu kasallikni aniqlashtirishda muammo yuzaga keladi. Qorinni belga tarqaluvchi og'rishi demak buyrak sanchig'i, ya'ni buyrak kasalliklari hisobiga va pankreatit hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Bularning o'ziga xos xususiyati qusish, kamsiydik ajralishi kabi belgilar. Yettinchisi orqa yoki yelka sohasiga tarqaluvchi og'riqlar. Bular o't pufagi yoki oshqozon kasalliklari hisobiga demak mana shu holat yuzaga kelishi mumkin. Bu yerda ham boshqa kasalliklar bilan differensial diagnostika qilinadi. Agar chap tomonda bo'lsa, ya'ni chap orqa tomonga yoki chap yelka sohasiga og'riq tarqalsa, nostabil stenokardiya, miokard infarkti kabi kasalliklarga ham guvoh qilinadi. Lekin agar o't pufagi yoki oshqozon kasalliklari hisobiga bo'ladigan bo'lsa, odatda o'ng tomonga tarqaladi. Chunki o't pufagi o'ng tomonda joylashganda, o'ng orqa yoki o'ng yelka sohasiga demak og'riqlar tarqaladi. Xo'p, qaytarib olamiz. O'tkir to'satdan paydo bo'ladigan og'riqlar, asta-sekin zo'rayib boruvchi og'riq, to'lqinli, ya'ni davriy kuchayuvchi og'riqlar, doimiy qattiq bosimli og'riq, yonuvchi, achishuvchi og'riqlar, qorinni belga tarqaluvchi og'rishi, orqa yoki yelka sohasiga tarqaluvchi og'riqlar guruhlariga bo'lamiz. Endi qorin bo'shlig'idagi og'riqlarni simptomlar bo'yicha farqlash. Men sizlarga 10 ta simptomni keltirib o'tdim. Mana shu simptomlar bemorda tekshirib ko'riladi. Ya'ni bemorda holatini tashxislashlik uchun. Birinchisi Shotkin-Blumberg simptomi. Bunda qorin devori sekin bosilib, tezda qo'yib yuborilganda keskin og'riq paydo bo'lishi. Biz odatda tez tibbiy yordam bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Agar bemorda appenditsit bo'ladigan bo'lsa, aynan Shotkin-Blumberg simptomini sinaymiz. Ya'ni qorin bo'shlig'ini o'ng tomoniga bosib kirgizib ko'ramiz. Va mana shuni qo'yib yuborgan vaqtimizda, qo'limizni qaytarib olgan vaqtimizda og'riq kuchayadi. Mana shu simptom Shotkin-Blumberg simptomi deyiladi.
Shotkin-Blumberg simptomi orqali qaysi kasalliklarga gumon qilinadi? Appenditsit, peritonit va ichak perforatsiyasi. Mana shu 3 ta kasallik agar Shotkin-Blumberg musbat bo'lsa, qo'lni tortganimizda og'riq kuchaysa, mana shu 3 ta kasallik bo'lishi mumkin. Bunda ham aniq tashxis emas. Shunchaki taxminiy tashxis shakllantiriladi. Demak, appenditsit, peritonit, ichak perforatsiyasi. Xo'p, ikkinchisi Murphy simptomi. Murphy simptomi deganda o'ng gipoxondriy sohasida bosib turish paytida bemor nafas olishni to'xtatsa, simptom musbat hisoblanadi. Nima uchun nafas olishni to'xtatadi? Agar o'ng tomonimizga, gipoxondriy, ya'ni epigastral sohaning o'ng tomonida, o'ng tomonga qo'limizni bosib turganimizda bemor nafas olishga harakat qilgan sari og'riq kuchayadi. Holat bo'ladigan bo'lsa, Murphy simptomi musbat bo'ladi. Murphy simptomi orqali, demak, o'tkir xolitsistit yoki o't yo'llari kasalliklarini aniqlashtirish mumkin bo'ladi. Uchinchisi Ortner simptomi. Ortner simptomida shifokor bemorni o'ng qovurg'a kamari ustiga urib ko'radi. Agar og'riq bo'lsa, simptom musbat. Ortner simptomi orqali ham, demak, o'tkir xolitsistit kasalligini aniqlashtirish mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda qulay tomoni nimada bilasizlarmi? Masalan, qorin bo'shlig'i og'riqlariga nisbatan agar og'riqlar o'ng tomonda bo'ladigan bo'lsa, asosiy sabab buyrak bilan o't tufayli bo'ladi. Nimaga? Chunki mana shu ikkalasi og'riq sezadi xolos. Buyrak va o't tufayli. Qolgan jarayonlar, masalan, agar jigarda bo'lsa jarayon, jigar og'riq sezmaydi. Agar masalan yallig'lanib ketgan taqdirda ham kuchli og'riq bermaydi jigarda. O'pka ham xuddi shunaqa, o'pka yesa ham og'riq bermaydi. Og'riqsiz kechadi. Lekin o't tufagida yallig'lanish bo'lsa yoki buyraklarda yallig'lanish bo'lsa, bu albatta og'riq beradi. Ortner simptomini ham tushundik demak. Shifokor bemorni o'ng qovurg'a kamari ustiga urib ko'radi. Agar og'riq bo'lsa, demak simptom musbat. To'rtinchisi Abrazov simptomi. Abrazov simptomida bemordan, demak, o'ng oyog'ini tizzadan bukmasdan ko'tarish so'radi. Agar bu harakat og'riq chaqirsa, simptom musbat. Demak, o'ng oyog'ini tizzadan bukmasdan ko'tarishga harakat qiladi, ko'targan sari og'riq paydo bo'ladi. Agar og'riq paydo bo'lsa, bu Abrazov simptomi musbat bo'ladi. Orqali ham, demak, o'tkir appenditsitni tashxislash mumkin ekan. 5-inchisi Rozing simptomi. Rozing simptomida chap qorin sohasiga bosim berilganda o'ng pastki kvadratda og'riq paydo bo'lishi, bu Rozing simptomi deyiladi. Bunda ham Rozing simptomi orqali ham o'tkir appenditsit, demak, tashxislanadi. Bularni men nima uchun yozdim sizlarda? Agar borsanglar, bitta bemorga o'tkir appenditsit deb o'tkir appenditsitga gumoningiz bo'lsa, Shotkin-Blumberg simptomini, Abrazov simptomini, Rozing simptomini o'tkazib ko'radigan bo'lsangiz, hammasi musbat bo'lsa, u deyarli aniq appenditsit. Tushunyapsizlarmi? Agar bular manfiy chiqsa, masalan, qorinni bosib turib qo'yib yuborganingizda og'riq bo'lmasa, yoki oyog'ini tizzadan bukmasdan ko'targaningizda bemalol ko'tarayotgan bo'lsa, bu appenditsit emas. Uni oshqozon ichak yara kasalligi yoki o'tkir xolitsistit yoki buyrak hisobiga yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Mana shu tariqa ajratamiz. Bu mana shu simptomlar bekarga berilmagan ma'no orqali kasalliklarni bir-biridan ajratib olamiz. 5-inchisi demak Rozing simptomi ekan. 6-inchisi Voskresenskiy, ya'ni ko'ylak simptomi deyiladi bu. Voskresenskiy simptomi qo'l qorin devoriga qo'yilib, epigastridan iliakka tomon surilganda o'ng pastki kvadratda keskin og'riq paydo bo'lishi. Qaranglar. Qorin devoriga qo'yilgandan keyin epigastridan deyapti. Epigastri yuqori qismida, iliak pastki qismida. Biz 9 ta raqamga bo'lib o'rgandik-ku. Epigastri yuqori qism, iliak pastki qism. Ana shu tepadan pastga qarab qo'lingizni, demak, keskin harakatlantiradigan bo'lsangiz, og'riq yuzaga keladi. Appenditsit bo'lsa. Demak, Voskresenskiy simptomi orqali mana shu o'ng tomonga shunday qo'lingizni, demak, suradigan bo'lsangiz, ya'ni qorniga tekkizgan holatda suradigan bo'lsangiz, og'riq paydo bo'ladi. Mana shu tariqa, demak, o'tkir appenditsitni Voskresenskiy simptomi orqali ham aniqlash mumkin. 7-inchisi Kera simptomi deyiladi. Simptomida o'ng gipoxondriy sohasida chuqur nafas olayotganda og'riq kuchayadi. Bu Kera simptomi deyiladi. Kera simptomi orqali, demak, o'tkir xolitsistit aniqlanadi. 8-inchisi Mendel simptomi. Mendel simptomi qorin devoriga yeng bosilganda, ya'ni
palpasiya qilgandek urib ko'rasiz. Urib ko'rganingizda lokal og'riq, ana shu sohaga xos bo'lgan og'riq paydo bo'ladi. Bu Mendel simptomi deyiladi. Mendel simptomi orqali ham peritonit va appenditsitni aniqlashtirish mumkin. 9-si Gray Turner simptomi. Gray Turner simptomida bel sohasida ko'kimtir dog'larning paydo bo'lishi bu Gray Turner simptomi deyiladi. Demak, Gray Turnerda o'tkir pankreatit va ichki qon ketish holatlari aynan mana shu simptom orqali taxminiy tashxis qilib aniqlashtirish mumkin. Va oxirgisi 10-si Cullen simptomi. Kindik atrofida ko'kimtir dog'lar paydo bo'lsa, bu o'tkir pankreatit yoki qorin ichki qismida qon ketish holati. Demak, taxminiy tashxis qilib aniqlashtirilishi mumkin. Mana shu 10 ta simptomni ma'lumotini yodlab emas, ma'nosini tushunib to'liq biladigan bo'lsak, qorin bo'shliqlaridagi olishimiz nisbatan oson bo'ladi. Bu simptomlar orqali taxminiy tashxis shakllantiriladi. Aniq tashxisni esa laborator tekshiruvlar, UZI tekshiruvi yoki rentgen holatlarda bularni hozir ko'ramiz, gaplashamiz. Mana shu tariqa demak tez tibbiy yordam xodimi taxminiy tashxisni shakllantirishligi mumkin. Xo'p, shu joygacha bo'lgan savollar. Kimda savol bor? Qorin bo'shlig'idagi o'z a'zolarning joylashishi, og'riqlar, simptomlar bo'yicha savollar bormi? Xo'p, appenditsit bilan o'ng tuxumdon kistasi klinik belgilari bir xil bo'lishi mumkinmi? Bir xil. Endi bir xilligining asosiy sababi og'riq. Asosiy sababi og'riq. Lekin agar bemorni mana shu simptomlar asosida o'rganadigan bo'lsak, simptomlar asosida, ya'ni kerakli simptomlarni bemorda qo'llay oladigan bo'lsak, tuxumdon bilan appenditsitni farqiga bora olamiz. Shotkin-Blumbergni sinab ko'rasiz, Ortobazovni sinab ko'rasiz, Rosingni sinab ko'rasiz, Voskresenskiyni sinab ko'rasiz. Mana shularning hammasi bo'lganda agar farqi olasiz. Xo'p, yana savollar. Tez gapirmayapmanmi? Tushunyapsizmi o'zi? Tushunyapsiz-a? Yaxshi, tushunayotgan bo'lsa yaxshi. Xo'p, demak, mana shu 10 ta simptom orqali qorin bo'shlig'idagi og'riqlarni bir-biridan ajratib olishligimiz mumkin. Xo'p, og'riq qoldiruvchi dori vositalari. Qorin bo'shlig'idagi og'riqlarni qoldirmasdan xirurg ko'ruviga tezkorlik bilan olib borish tavsiya etiladi. Agar juda zarur bo'lsa, spazmalik deb yozib qo'yganman. Nima uchun deydigan bo'lsanglar, qaranglar. Og'riq qoldiruvchi dorilarni biz 3 ta guruhga bo'lamiz asosiy. Birinchisi analgetiklar, ikkinchisi nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar, uchinchisi spazmolitiklar. Analgetiklar 2 xil bo'ladi: narkotik analgetiklar va non-narkotik analgetiklar. Demak, analgetiklarga analgin, baralgin, spazmalgon va morfin kiradi. Analginni tarkibi metamizol natriy, baralgin ham xuddi shunaqa, faqatgina spazmalgonni tarkibida ham analgetik bor, ham spazmolitik bor. Spazmalgonda. Va to'rtinchisi morfin esa bu narkotik analgetikka kiradi. Og'riq qoldiruvchilarning ikkinchi guruhi nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar. Bularga diklofenak, ibuprofen, dexaketaprofen, tenaxikam va aspirin kabilar kiradi. Aspirin agar masalan o'zi 500 mg chiqadi-da, agar aspirin 4 dan biri yoki 100 mg yoki 75 mg oz miqdorda beriladigan bo'lsa, antiagregant, ya'ni qon suyultiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Agar aspirin yuqori dozada beradigan bo'lsangiz, nosteroid ko'rsatadi aspirin. Aspirinning shunaqa xususiyati bor. Va uchinchi guruh spazmolitiklar. Mushpa, platfilin va papaverin. Og'riq qoldiruvchilarni 3 ta guruhga bo'lar ekanmiz. Endi sizlarga savol beraman. Bitta ajoyib savol bor. Qaranglar. Agar masalan ichaklarda sanchiq bo'lyapti. Ichaklarda sanchiq bo'lyapti. Agar ichakda sanchiq bo'lsa, biz noshpa qilamiz, to'g'rimi? Oddiy yara bo'lmasa, oddiy sanchiq bo'ladigan bo'lsa, noshpa qilamiz. Nima uchun tenaxikam qilmaymiz? Qani kim javob beradi?
og'riq bo'lsa biz odatda noshpa ishlatamiz. Nima uchun tenoksikam qilmaymiz? Tenoksikamni ta'siri noshpadan 10 barobar, 20 barobar kuchli. Kuchli ekan, xo'p. Nima uchun ichak oddiy sanchig'iga masalan tenoksikamni ishlatmayapmiz noshpani o'rniga? Kim javob beradi? Tenoksikam bo'shatmaydi spazm. Yo'q, bundan tushirib olmaydi. Nima uchun? Nima uchun platfelin ishlatamiz? Nima uchun papaverin ishlatamiz? Nima uchun tenoksikam yoki deksaketaprofenlarni ishlatmaymiz? Hop, yana bormi javoblar? Yo'q, appendiksni aniq bunda nimaga og'riq qoldiruvchi qilmasligini aytaman hozir. Bunga aloqasi yo'q. Nima uchun ichak sanchiqlari bo'lganda biz noshpa ishlatamiz, tenoksikam yoki deksaketaprofen ishlatmaymiz? Xo'p, javoblar uchun rahmat. Javobni o'zim beraman, qaranglar. Yo'q. Tenoksikamni masalan 20 mg chiqadi-da, tenoksikam natriy xloriga qo'shib ham qilinmaydi ichak sanchiqlariga. Ta'sir qilmaydi. Nima uchun deydigan bo'lsanglar, qaranglar. Odam tanasidagi muskullar 3 ta guruhga bo'linadi. Silliq muskullar, ko'ndalang targ'il muskullar va yurak muskullari. Silliq muskullar ichki organlarda joylashgan. Oshqozon, ichak va uni atrofi ichki organlarda silliq mushak joylashgan. Kichik yadroli bo'ladi. Endi tashqi mushaklarda, qo'l oyoqlarimizdagi skelet mushaklarda, bo'g'imlardagi mushaklarda esa yirik yadroli ko'ndalang targ'il muskullari joylashgan. Yirik yadroli bo'lgan ko'ndalang targ'il muskullariga nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar qilinadi. Chunki mana shu nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilarni qilganimizda yirik yadroli ko'ndalang targ'il qo'l va oyog'imizdagi muskullarni spazmini bartaraf qiladi. Endi agar ichki organlarimizdagi ichaklar, oshqozondagi muskullar yoki boshqalarda spazm bo'ladigan bo'lsa, biz silliq muskullarga ta'sir qiluvchi spazmolitiklarni berishimiz kerak. Bularga noshpa qiladi. Masalan, aytaylik, bitta odamda revmatizm bo'lsa yoki revmatoidni poliartrit bo'ladigan bo'lsa, ko'p ko'rgansizlar menimcha, yoki bo'g'imni oddiy mushak, qo'l oyoqdagi mushaklarni kasalliklarida deksalgin, ya'ni deksaketaprofen yoki tenoksikam qilinadi. Nima uchun? Qo'l va oyoqlardagi mushaklar yirik yadroli ko'ndalang targ'il. Mana shu dorilar ta'sir qiladi xolos ularga. Endi agar ichak sanchig'ida muammo bo'lsa, oshqozonda muammo bo'lsa, ya'ni silliq tolali ichki organlardagi mushaklardagi spazm bo'lsa, noshpa, platfelin, papaverinlar qilinadi. Endi birinchi guruhdagi analgetiklar esa qilinaveradi, chunki buni ta'sir mexanizmi nervga bog'liq, og'riqlarni qoldirishligi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Analgin, baralgin, spazmalgon, morfin. Xo'p, nima demoqchiligimni tushundinglar? Qo'l va oyoqlar yirik muskullarda ko'p yadroli, ya'ni ko'ndalang targ'il muskullar bo'lsa, diklofenak, ibuprofen, deksalgin, tenoksikamlar qilinadi. Agar ichki organlardagi silliq tolali muskullarda spazm bo'lsa, noshpa, platfelin, papaverin qilinadi. Asosiy sabab shunda, muskullarni yirik yadroli yoki bir yadroli ekanligida. Tushunyapsiz-a? Yetib boryaptimi? Yaxshi. Davom etamiz bo'lmasam. Xo'p, xirurgik tekshiruv. Tez tibbiy yordamda bordinglar bemor uyiga, bemor yotibdi, og'riq kuchli bo'lyapti. Siz og'riqni xarakteriga qarab yoki men sizlarga ko'rsatib bergan 10 ta simptom orqali bemorni tekshirib ko'rdingiz, miyangizda taxminiy tashxis shakllandi. Masalan, oshqozon yoki 12 barmoq ichak perforatsiyasi yoki appenditsitmi, nima bo'lsa ham miyangizda qaysi kasallik haqidagi taxminiy tashxis shakllandi. Endi siz uni shoshilinchga olib borasiz. Shoshilinch
organizmdan keyin xirurg chiqadi. Qanaqa tekshiruvlarni bemor o'tkazishligi kerak. Keyin siz olib borganingizdan keyin xirurg sizga savol beradi. Sen nima dori qilding? Siz agar analgin qildim yoki baralgin qildim og'riq kuchligida yoki spazmalgon qildim deb qanaqadir og'riq qoldiruvchilarni aytib qo'yadigan bo'lsangiz, agar u tajribali shifokor bo'ladigan, tajribali xirurg bo'ladigan bo'lsa, sizni qattiq ta'ziringizni beradi. Nima uchun? Birinchidan, agar qorin bo'shlig'idagi har qanday og'riqqa analgetikni qo'llab bo'lmaydi. Nima uchun? Agar oshqozon va 12 barmoq ichagida yara bo'lsa, yarani teshadi. Appenditsit bo'ladigan bo'lsa, appenditsitni yoradi. Tushunyapsizlarmi? Bu birinchi sabab. Oshqozon va 12 barmoq bo'ladigan bo'lsa, teshadi, appenditsit bo'ladigan bo'lsa, faqatgina minusga ishlaydi. Og'riq qoldiruvchi dori vositasini qilsangiz, faqatgina bitta guruh, oxirgi guruh bo'lgan spazmolitiklarni zarurat bo'lsa qilish mumkin. Platfilin yoki papaverin. Mana shu uchalasini agar zarurat bo'lsa qilish mumkin. Analgetiklar yoki nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qilish mumkin emas. Endi agar yara teshilib ketsa ham xirurg qo'rqmaydi bunda. Chunki ularning doimiy ishi bu. Ular qo'rqadigan narsa siz og'riq qoldiruvchi qilib qo'yadigan bo'lsangiz, simptom qochib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Uni og'rig'ini xirurg ko'rish kerak edi. Shunga qarab u ajratish kerak edi. Shuning uchun og'riq qoldiruvchi qilib qo'ysangiz, kasallikni ajratib olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham agar tajribali shifokor bo'ladigan bo'lsa, og'riq qoldiruvchi qilib qo'ygan xodimni ta'zirini beradi o'sha xirurg. Demak, xirurgni oldiga olib kelindi. Xirurg qanaqa tekshiruvlarni o'tkazadi? Birinchisi UZI tekshiruvi. Qaysi organga qarab turib, masalan, qaysi organda muammoligiga qarab turib, demak tekshiriladi. Appenditsit, xolestitsit, pankreatit, assit va shishlarni aniqlash, homiladorlik yoki ginekologik muammolarni baholashlik uchun. Ikkinchisi, bemorda rentgen qilinadi. Rentgen orqali nimalarni aniqlashlik mumkin? Ichak tutilishi, havo yoki suyuqlik to'planishi, ya'ni perforatsiyani aniqlaydi. Endi qaranglar. Agar oshqozon va 12 barmoq ichagi yarasidan qon ketadigan bo'lsa, ovqat qoldiqlari qorin bo'shlig'iga quyiladi. Quyilgandan keyin u yerda havo ham bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Yara teshilgandan keyin havo ham albatta bo'ladi qorin bo'shlig'ida. Ovqat qoldig'i ham bo'ladi, havo ham bo'ladi. Endi uni agar rentgen qiladigan bo'lsak, havo aniq ko'rinib turadi. Ovqat qoldig'i qora rangda, havo oq rangda bo'lib, ko'rib rentgenda aniq ko'rinadi. Agar bemorni tikka qilib qo'yib rentgen qiladigan bo'lsak, havo tepaga chiqib qoladi. Ya'ni, agar uni yotkizib rentgen qiladigan bo'lsak, qaysi tomonga yotkizgan bo'lsak, o'shani tepa qismida havo paydo bo'lib qoladi. Sizlarga men buni osonroq yo'lini tushuntiraman. Qaranglar, bitta bakalashkaga suyuqlik quydinglar suvda. Tepasida ozgina qoldirdinglar, suyuqlik quymasdan. Bakalashka tikka tursa, havo tepada qoladi. Agar bakalashkani yonboshlatadigan bo'lsak, bakalashkani yonbosh qismini tepasiga havo chiqib qoladi. To'g'rimi? Pastga qilsanglar, pastga chiqib qoladi. Ya'ni havo eng tepaga chiqib qoladi. Rentgenda ham xuddi shunaqa. Bemor tik turganda havo tepada bo'ladi. Bemorni yotkizadigan bo'lsak, o'sha yotkizgan tomon tepasiga havo chiqib qoladi. Rentgenda aniq ko'rinadi bu. Mana shuni perforatsiya natijasidagi yuzaga kelgan havoni demak xirurg aniqlaydi. Havoni ko'rish bilan demak oshqozondan yoki 12 barmoq ichakdan demak yarasi bor ekan, qon ketibdi degan tashxisni aniqlashtiradi. Xo'p, uchinchisi kompyuter tomografiya yoki magnit bemorga ichki shikastlanishlar, o'sma yoki qon ketishlar uchun demak ana shulardan foydalanadi. Demak, bemor xirurg, kechirasizlar, endoskopik tekshiruvlarni ham o'tkazadi. Gastroskopiya, ya'ni oshqozon va 12 barmoqli ichak yaralarini aniqlash uchun ishlatiladi. Kolonoskopiya esa ichak kasalliklarini baholash uchun o'tkaziladi. Xirurgiyada asosiy tekshiruv usullari mana shular. Va albatta undan tashqari bemorda xirurg umumiy qon tahlilini ham o'tkazib ko'rishi kerak. Agar o'tkir appenditsit, o'tkir xolestitsit yoki yallig'lanishga aloqador har qanday o'tkir holat bo'ladigan bo'lsa, bemorda qonini tekshiradigan bo'lsak, leykositlar miqdori ortadi o'tkir holatda va undan tashqari YCT degan, soya degan narsa bor, YCT deyiladi o'zbekchasiga, eritrotsitlarning cho'kish tezligi deyiladi. Yallig'lanish prosesida eritrotsitlarning cho'kish tezligi ortadi. Va uchinchi lipaz ham tekshiriladi. Amiloza lipazani tekshirishdan maqsad
o'tkir hol degan kasallikda amilaza bilan lipazani miqdori ortadi. Xo'p, tushundikmi? Xirurgiyada qilinadigan asosiy ishlar mana shular. Xo'p, men rentgenda ozgina sizlarga yetkazib bera olmadim shekilli. Ya'ni bakalashka misolida aytdim, havo tepada bo'ladi. Bakalashkani yonboshlasangiz, o'sha yonboshlatgan qismni tepasiga chiqib qoladi havo. Mana shu tariqa agar shunaqa bo'lib, agar rentgenda ham shunaqa chiqadigan bo'lsa, qayerdandir qon ketganidan dalolat beradi. Xo'p, xirurgik tekshiruvlar mana shular. Yetib boryaptimi hammaga? Tushunyapsiz? Quruq gapni gapirayotgan bo'lmaydi ish qilib. Tushunayotgan bo'laylik. Xo'p. Xirurgik amaliyot. Hozirgi kunda qanaqa xirurgik amaliyotlar demak bemorda o'tkaziladi? Jarrohlik xirurgiya usullari turli kasalliklarni davolash yoki tashlash uchun ishlatilgan jarrohlik amaliyoti, uni bajarilishi texnikasi, kesish turi va operatsiya maqsadiga qarab 3 ta guruhga bo'linadi. Birinchisi an'anaviy, ya'ni ochiq xirurgiya. Katta kesma orqali operatsiya bajariladi. Murakkab holatlarda, masalan, o'smalar, katta yallig'lanishlar bo'ladigan bo'lsa, demak, an'anaviy ochiq xirurgiya qo'llaniladi. An'anaviy xirurgiyani kamchiligi ko'p qon yo'qotadi bemor. Undan tashqari yara katta bo'lganligi uchun tiklanish muddati ham uzoqroq bo'ladi. Ikkinchisi minimal invaziv xirurgiya deyiladi. Bu laparoskopik xirurgiya deyiladi. Laparoskopik xirurgiya degani mayda teshiklar orqali maxsus asboblar bilan laparoskopik xirurgiya o'tkaziladi. Teshik ochib olib, ana shu teshikdan kirib turib operatsiya o'tkaziladi. Laparoskopik xirurgiyaning afzalliklari kichik kesma bo'ladi. Bemor tezda o'ziga kelib tiklanib ketadi, og'riq kamroq bo'ladi. Endi laparoskopiyaning kamchiligi esa murakkab holatlarda ishlatish qiyin. Agar muammo kattaroq bo'ladi, kichkina teshik orqali uni hal qilib bo'lmaydi. Aynan mana shuni aytyaptim, murakkab holatda laparoskopiyani ishlatish qiyin. Uchinchisi robotli xirurgiya. Bu hozirda bizda kam holat. Robot tizimlar orqali amalga oshiriladi. Nozik va murakkab operatsiyalar uchun samarali hisoblanadi. Buni kamchiliklari narxi qimmat va hamma joyda ham mavjud emas. Aytib o'tganimdek, demak, rivojlangani yo'q hali bu. Xo'p, yuqorida ko'rib turgan rasmimiz bu laparoskopik amaliyot. Ya'ni kichkina teshik orqali kirib, demak, masalan, xolestektomiyami, ya'ni tufagini olib tashlash holatini ko'rishinglar mumkin. Bu laparoskopik usul. Pastdagi rasmda esa bu ochiq, ya'ni an'anaviy xirurgiya, eng pastdagi rasm esa bu robotli xirurgiya deyiladi. Hozirda bizni nimada bu amaliyot kam. Chunki narxi qimmat, hali ommalashgani yo'q. Xo'sh. Demak, qorin bo'shlig'i og'riqlari differensial diagnoz. Ana shu asosiy ma'lumotlar. Bizni bilishimiz, tez tibbiy yordam bilishi kerak bo'lgan narsalar. Birinchisi, mana shu 9 ta bo'lakni o'rganasiz, nimaligini. Yuqori o'rtada nima joylashgan, o'rtada, quyi o'rtada nima joylashgan, chap va o'ng tomonlarida qaysi organlar joylashgan. Mana shuni to'liq, aniq biladigan bo'lsangiz va undan tashqari qorin og'riqlari qaysi kasallikda qanaqa og'riq bo'lishligini bilsangiz va undan ham tashqari simptomlar orqali mana shu 10 ta simptomni biladigan bo'lsangiz, siz qorin bo'shlig'idagi og'riqlarni taxminiy tashxisini aniqlashtirishingiz mumkin. Buni hammasini o'rgangan taqdiringizda ham baribir murakkab bu jarayon. Nima uchun? Chunki odatda kuchli og'riq bo'lganda kerak bo'lsa, bemor qayeri og'riyotganligini ham ko'rsatib bera olmasligi mumkin. Og'riq kuchli bo'lganda butun boshli qorin bo'shlig'i hamma qismida og'riq chidamaganda mayli oryapti degan savolga bemor kerak bo'lsa javob bera olmaydi. Lekin agar hammasini biladigan bo'lsangiz, bemor aytmagan taqdirda ham siz o'zingiz taxminiy holatda, masalan, qorni taxtadek qotib qoladigan bo'lsa, bemor aytish shart emas sizga. Qayerdandir qon ketibdi, oshqozoni yoki 12 barmoqchagidan qon ketish holati yuzaga kelib shekilli deb tashxisni demak shakllantirishingiz mumkin. Endi xirurgga olib borganingizdan keyin mana shu tekshiruvlarni xirurg o'tkazadi va kerakli holatga qarab demak bemorda operatsiya o'tkaziladi. Xo'p, darsimiz mana shulardan iborat edi. Rahmat hammaga. Hozir nima bor? Vaziyatli masalalar bor, undan keyin test bor. Ulardan ham oldin agar savollar bo'lsa, hozir berib olinglar. Undan keyin o'tamiz vaziyatli masalaga.
Slaydni tashlab qo'yaman. Yozilgan darsni ham yozib olyapman. Uni ham tashlab qo'yaman. Xo'p, savollar bor yo'qmi? Nahotki shunday murakkab mavzu bo'yicha savol yo'q yoki tushunchamiz kamroqmi qorin bo'shlig'i og'riqlari bo'yicha? Hop, yaxshi tushuntirgan bo'lsam, yaxshi. Rahmat. Xo'p. Yaxshi, vaziyatli to'g'ri. Vaziyatli masalada bilinadi endi. Qanaqa bilganimiz. Qani ko'ramiz. Murakkabligi murakkab, to'g'ri. Hozir yo dars yozib olyapman, qayta ko'rsanglar tushunasizlar buni. Lekin bu narsa murakkab bo'lmay qoladi. Xo'p, birinchi vaziyatli masalani demak ko'rib chiqamiz. Savolni yaxshilab o'qiysizlar, undan keyin bemorni taxminiy tashxisini menga aytasizlar. Vaziyatli masalani yaxshilab o'qinglar. Vnematichniy deganingiz nima degani? Vnematichniy bilan appenditsitni farqlash qanday bo'ladi? Nima degani vnematichniy? Hop, vaziyatli masalani o'qinglar, menga taxminiy tashxisni aytinglar bemor. Bachadonli bola bo'lishdan appenditsitni farqlash qanday bo'ladi? Odatiy simptomlarni ko'rasiz, og'riqni qayerga tarqalayotganligini ko'rasiz. Men sizlarga 10 ta simptom berdim. Ana shularni hammasini qilib ko'radigan bo'lsangiz, o'zi chiqadi. Homila bormi unda, yo'qmi? Yo'q, homilaning hisobiga og'riq bo'lyaptimi, appenditsit hisobiga og'riq bo'lyapti. Qo'shimcha simptomlarni qanaqa hol ko'ngillanishmi, qusishmi, hamma yo'g'ini umumlashtiradigan bo'lsangiz, uni ajratib olasiz. Shundaylarmi? Hozir men dars tashlab qo'yaman, sizlar qaytadan ko'rasizlar uni. Shu ikkalasini solishtirib ko'rsanglar, u hali bola homila bo'lishi bilan appenditsitning o'rtasida farq yuzaga keladi. Xo'p, ana savolga javob beraylik endi. O'rtoqlar, vaziyatli masala. Xo'p, taxminiy tashxisni aytamiz. Taxminiy tashxis. Xo'p, yaxshi. Yaxshi, birinchi savolimizga javob appenditsit. Javoblar to'g'ri. Nima uchun? Birinchidan leykositlar bo'ladi, ikkinchidan so'yi bo'ladi. O'tkir appenditsitda odatda shunaqa bo'ladi. Ikkinchidan, bemorda kuchli og'riq bor, undan tashqari qorin o'ng qismini bosib, keyin qo'yib yuborilganda og'riq kuchaygan. Chunki bu biz aytib o'tdik, qanaqa bosib turib qo'yib yuborish qanaqa simptom ekan? Qanaqa simptom ekan? Nima degandim men? Bemorda o'ng qorin qismini bosib turib qo'yib yuborishlik, bu qanaqa simptom? To'g'ri, to'g'ri. Qo'yib qo'limizni bosib turib qo'yib yuborganimizda og'riq kuchaysa, bu Shotkin-Blumberg simptomi deyiladi. Agar mana shu musbat bo'lsa, katta ehtimol bilan o'ng tomonda bo'layotganligi uchun katta ehtimol bilan bu o'tkir appenditsitning belgisi bo'ladi. Xo'p, yaxshi.
Ikkinchi vaziyatli masala. Vaziyatli masalani o'qiymiz va javob beramiz. Vaziyatli masalani o'qiymiz va javob beramiz. Yaxshilab o'qinglar vaziyatli masalani, har bir qismiga e'tibor beringlar. Xo'sh. Yana javoblar. Xo'sh. Xo'p, eng oxirgi javob to'ppa-to'g'ri. Oshqozon yoki 12 barmoq ichak perforatsiyasi yoki peritonit. Mana shu ikkalasidan bittasi chiqadi bu bemorga. Nima uchun qaranglar, men o'zim savol tahlil qilib beraman sizlarga. Xo'p. Bemor Ikromov Ilyos 1982-yilda tug'ilgan. Oldindan qorin bo'shlig'ida sust og'riq sezib yurgan, keyin birdan juda ham kuchayib ketdi, tez yordam chaqirgan. Shifokorlar tekshiruv natijasida quyidagilar aniqlangan. Terisi rangpar, tili oq karash, qorin sohasida kuchli og'riq, taxtadek qotib qolishi, yengil taqillatib bosilganda, demak lokal og'riq. Bu yerda ikkita simptom tekshirilgan, kechasizlar, bitta simptom tekshirilgan. Taqillatib bosib ko'rilganda lokal og'riq sezsa, bemorda peritonit yoki perforatsiyaga gumon qilinadi. Ikkinchisi belgisi bu qorinning taxtadek qotib qolishi. Qorinning taxtadek qotib qolishi oshqozon yoki 12 barmoq ichakni perforatsiyasi, ya'ni yarani teshilishi natijasida yuzaga kelishligi mumkin. Demak, birinchi aniqlaganimiz simptom orqali, ikkinchisi qorinni taxtadek qotib qolishi va uchinchisi qon bosimining tushib ketishi. 80 ga 50 bo'lib qoldi qon bosimi. Bunga asosiy sabab yara teshilganda u yerdan qon ketadi. Qon ketish natijasida bemorda qon bosimi tushadi. To'rtinchi belgisi esa saturatsiyani tushishi. Qon ketganda davleniya tushgan sari saturatsiya ham tushib boraveradi. Demak, bu yerda bemorda aniq tashxisi, ya'ni taxminiy tashxisi oshqozon yoki 12 barmoq ichakni perforatsiyasi yoki peritonit. Tushunyapsizlarmi? Mana shu javobni olamiz. Xo'p, bu yerda men sizlarga yana bitta narsani aytib o'tganman. Bemor oldindan og'riqlarni sezib yurgan. Ya'ni oldindan sekin asalligi bilan oshqozonda birinchi yallig'langan, undan keyin yara hosil bo'lgan, o'zi teshilishga oshqozonni yarasini yoki 12 barmoq ichakni yarasini teshilishiga tayyorlanib yurgan. Keyin birdaniga yara teshilgan, ovqat qoldig'i qorin bo'shlig'iga tushib ketib, quyidagi simptomlar yuzaga kelgan. Xo'p, endi uchinchi vaziyatli masala. Vaziyatli masalani yaxshilab o'qiymiz va javob yozamiz. Vaziyatli masalani o'qiymiz va javob yozamiz. Hop, kimda qanaqa javob bor? Hop, kimda qanaqa javob bor?
Xo'p, yana javoblar. Xo'p, ancha o'rganib qanday ajratishlikni. Yaxshi. Ancha o'rganib olibmiz. Sirazi farqiga boryapmiz-ku. Hop, rahmat javoblar uchun. Qaranglar, vaziyatli masala. Bemor Polvonov Abdulhamid 1970-yilda tug'ilgan. Qorin bo'shlig'ida kuchli og'riq sezgani uchun tez tibbiy yordam chaqirgan. Tekshirish natijasida quyidagilarni aniqlagan. Qorin sohasida kuchli og'riq, kindik atrofida ko'kimtir dog'lar, ya'ni bu kullen simptomi deyiladi. Kullen simptomida ana shu kindik atrofida ko'kimtir dog'lar yuzaga keladi. Demak, simptom musbat ekan. Bemorni o'zidan va oila a'zolaridan surishtirish orqali quyidagi ma'lumotlar aniqlangan. Hazm faoliyatidagi muammolar borligi, ovqat yaxshi hazm bo'lmasligi, yog'li ovqatlarni yaxshi iste'mol qila olmasligi va yashash tarzining betartibligi. Mana shular orqali uzoq muddatdan beri oshqozon ichak tizimida muammo yuzaga kelgan, fermentlarda yuzaga kelgan. Undan keyin shoshilinchga olib kelib analiz qilinganda hazm fermentlari, ya'ni amilaza, lipazani oshganligi aniqlangan. Agar bemorda amilaza va lipaza oshganligi aniqlansa, u demak bemorda pankreatit, ya'ni oshqozon osti bezining yallig'lanishi yuzaga kelganini bildiradi. Bu birinchi belgisi. Ikkinchidan, kullen simptomi musbat ekan, ya'ni kindik atrofida ko'kimtir dog'lar yuzaga kelgan ekan. Ko'kimtir dog'larning yuzaga kelishi yarimta dalolat qiladi. Bu ichki qon ketish, qaysidir a'zodan qon ketishda ham aynan kindik atrofida demak ko'kimtir dog'lar yuzaga keladi. Lekin bu yerda fermentlarni oshganligini hisobini olib, bemorda o'tkir pankreatit holati tashxisi yuqoriroq o'rinda turadi. O'tkir pankreatit va unda yordam ko'rsatish, to'liq davolash bo'yicha ham hali darsimiz bor. Bu haqida keyin batafsil gaplashamiz. Xo'sh. Vaziyatli masalalarimiz tugadi. Xo'p. Darsda qatnashgan hammaga rahmat. Hozir test nazoratimiz bor. 20 talik test. Hozir testda birgalikda yechamiz. Chatda o'chiraman. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.